Haftaning eng asosiy muhim voqealaridan biri bu shubhasiz ekologiya sohasidagi islohotlar bo'ldi. Bilamiz, mana shu ekologiya sohasi endi hukumat tarkibidan asli mana shu prezidentga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunuvchi bir tuzilmaga aylantirildi. Bu juda ham kerak edi. Ayni davr uchun, ayni makon uchun mana shu havo ifloslanishi bilan kurashayotgan juda ham ko'plab aholi, shahar aholisi uchun bu juda ham kerak edi va buning orqasida mana biz ekologiya vazirligida tunu kun shtab tuzilib 3 kun davomida kecha kunduz 24 soat davomida turli xil tashkilotlar, qurilish sektoridan, energetika sektoridan, ekologiya, obodonlashtirish sektori, ilmiy tadqiqot institutlaridan juda ham ko'plab olimlar, mutaxassislar ishtirokida mana shu poytaxt, birinchi o'rinda poytaxt havosini yaxshilash masalasi bo'yicha kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlar rejalarini hozir muhokama qilyapmiz. Chunki bizning mintaqamiz, bizni vaziyatimizdan kelib chiqib, pul resurslardan kelib chiqib, har xil qarashlar bilan kirib boryapmiz va mana shu yaqin kunlarda bundan tashqari mana ko'rdik, haftaning o'rtasida juda ham kuchli bir havo ifloslanishi bilan to'qnash keldik. Mana shu holatdan kelib chiqib ham ayni kunlarda anchadan beri O'zbekistonda, Toshkentda bo'lmayotgan respublikaning mana shu poytaxtning katta ko'chalarida, ko'plab ko'chalarida suv sepish va asta-sekin tabiiy chang bilan kurashilyapti. Xabarimiz bor, bu yil juda ham qurg'oqchilik kelyapti. Poytaxtning O'zgidrometga o'rnatilgan tayanch stansiyasi bor, Toshkent observatoriyasi deydi. Mana shu stansiyada 1868-yildan buyon kuzatuvlar olib boriladi. Ya'ni 170 yillikdagi eng qurg'oqchil ikkinchi yilda ketyapmiz. 1917-yil eng qurg'oqchil yil bo'lgan ekan va bu tabiiyki mana shu qurg'oqchil yil o'zini qanaqadir oqibatlari bilan hozir bo'y cho'zayotganini ko'ryapmiz. Ya'ni chang ko'p havoda va mana shu tabiiy chang bilan kurashish uchun biz mana shu asosiy birinchi qilayotgan ishimiz hozir, chunki Toshkentda anchadan bir yomg'ir yog'mayapti va mana kelayotgan 10 kunlikda ham yog'ingarchilikdan qanaqadir kutilmalar, O'zgidromet prognozlar bermayapti va shuning uchun ham ertalab va kunning ikkinchi yarmida vodovozlarda suv sepish ishlari amalga oshiryapti. Undan tashqari yirik sanoat korxonalarida ogohlantirish xatlari va filtr o'rnatish mexanizmlari, ayrim korxonalar hattoki to'xtatish masalalarigacha hozir inspektor ekologiya vazirligi, politsiya, ekopolisiya shug'ullanyapti. Qurilish sektorida ham ayrim tadbirkorlar subyektlariga juda ham qattiq ogohlantirish berib o'tilyapti va undan tashqari issiqxonalar masalasida endi tunu kun reyd davom etyapti. Ya'ni chunki hozir biz qish oylarida issiqxona ko'mir yoqish natijasida ifloslantirish vaziyatlari yuzaga kelyapti va ularga gaz resurslarini yo'naltirish masalalari ham ko'rib chiqilyapti. Undan tashqari konsepsiya ishlab chiqilyapti. Hozir ham ishchi guruh shu qo'shni xonada ishlayapti. Suv xo'jalik vazirligi biriktirilgan. Nimaga suv xo'jalik vazirligi? Poytaxtning turli hududlarida sun'iy suv obyektlarini o'rnatish, mana shu lokatsiyalar ko'rib chiqilyapti. Havoda suv bug'ini, o'sha changni yo'qotuvchi eng yaxshi usul bu suv bug'i hisoblanadi va eski favvoralarni yana qayta ishga tushirish masalalari ko'rib chiqilyapti va undan tashqari hozirgi qaror loyihasida endi poytaxtda juda ham ko'plab hududlarida favvoralar yana qayta tiklash masalalari ko'rib chiqilyapti. Umuman olganda ekologiya sohasida dadil qadamlar endi boshlandi, boshlanmasa ham bo'lmas edi va o'ylaymanki mana shu chora-tadbirlarni nafaqat u qanaqadir mas'ul tuzilmalar o'zi, bu biz birgalikda aholini ko'mak bilan, yordam bilan ham biz sekin-asta kirib borishimiz kerak. Juda ham ko'p 30 ga yaqin taklif bor. Ayni shahar havosini tozalash bo'yicha mana shu hozir har birini sanab o'tadigan bo'lsa katta va har bir tuman uchun alohida ko'rib chiqilyapti va yangi bu reforma, ya'ni yangi qaror, prezident farmoyishida ham juda ham ko'p masalalar, toza hudud, daraxtlar bilan bog'liq masalalar, hattoki endi mana yangi nimada qaror qonunchiligimizda Vazirlar Mahkamasining o'zi ham daraxtlarni kesish masalasiga qanaqadir qarorlar ishlab chiqarish qat'iyan man etilyaptiki, bu mana shu yashil makon umummilliy loyihasini davom ettirish orqali ham biz mana shu qurg'oqchilik, havoda chang masalalarini ko'payib ketishini oldini olish va undan tashqari mana jazirama yoz kunlarida biroz bo'lsa havo haroratini pasaytirishga erishgan bo'lamiz va yashillik baribir esdan chiqarmasligimiz kerak. Kelayotgan nam havo oqimlaridan ko'proq yomg'irlar beradi va bizni hozirgi holatda juda ham ko'plab shaharlarimiz uchun yomg'irlar kerak. Intensiv jala ko'rinishda yog'adigan yomg'irlar kerak va O'zgidromet mana hozir qish oylari prognozini e'lon qildi va mana shu prognozlarda dekabr oyining ikkinchi 10 kunliklaridan boshlab biz o'sha 4 kun, 5 kun tanaffus bilan davom etadigan yomg'irlar yog'ishini hozir prognoz qilishyapti. Yanvar oylarida 3-10 kunligida va fevralning 1-5 kunligida anomal sovuqliklar bo'lishi mumkin va mana shu anomal sovuqlik davrida ham havoda mayda iflos zarrachalar ko'payib ketishini oldini olish uchun yangi mana shu qaror ungacha chiqadi va qaror asosida ishlar tashkil etishini biz kutib qolamiz. Xullas, bu masala ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha dadil qadam boshlandi va bu masalani biz birgalikda hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib amalga oshirsak, toza havo farzandlarimiz uchun ham, hatto o'zimizning salomatligimiz uchun ham juda ham katta ish qilgan bo'lamiz. Sog' bo'linglar.